Ver, ver, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ver, ver. Hurmatli YouTube'dagi podpисчиklar, hammalaringga alangalik salom. Xudo xolasa, bugun syomkaga keldik. Navoiy viloyati, Navoiy shahri aka-ukalar. Har doimgidek oladigan obzorlarimiz Navoiy shahridan hozircha. Alloh nasib qilgan bo'lsa, bundan ham katta shaharlarga borib videolar qilish nasib qilsin. Hozircha faqat o'zimizda Navoiydan obzor. Xudo xolasa, bugun Qodir aka, Qodir bovoni uylariga keldik. Eski kaptarvozlardan, ustoz kaptarvozlardan bo'lgan Qodir akamizni, Qodir bovoni xonadoniga keldik. Nasib bo'lsa bugun syomkani boshlaymiz. Mashallah, kaptar ko'p. Ver, pidaras. Faqat tomosha qilish kerak. Gel. Tomosha qilish kerak. Voy 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 voy. Ana sizlarga go'zallik. Çak, şoker. Ana sizlarga go'zallik. Çak. Ana kaptarlar. Şoker, şoker. Yari kaptarlar. İyi biraz hoş. Instagramga ham ekan bitta video qo'ydik, azartniy deb olibmiz. Kommentariyalarda yozishdi, azartniy kaptar qanaqa bo'lar ekan deb. Yari deb aytamiz deb. Azartniy deb olibmiz. Mana mashtadagilar. Yeah. Ay bular ajoyib, ajoyib. Xudo xolasa suhbatni boshlaymiz Qodir bova bilan. Voy mana bu zo'r ekan. Chilkarga qiziqadiganlar bor edi. Mana chilkarlarning dahshatlari. Pokistonlar, bakinlar. Qodir bova Ver, ver, ver. zot kaptar boqadilar. Kaptarlarning hammasi zotli kaptarlar. Hozir Qodir bovani o'zini suhbatga chaqiramiz. Inshaalloh. Qodir bova kadrga tushaverasizmi? Ha, bemalol. Ha, bo'ldi. Mana Qodir bovani ko'rsatamiz, bo'lmasa kadrga tushaman dedilar. Endi bir xilla tushmaydiman deydi. Ana kaptarlar. Ay mashallah. Ana kaptarlar, ana Qodir bovani o'zi. Xo'sh, Qodir bova, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xonadoningiz tinchmi? Sog' salomatmisiz? Xudoga Qodir bova, shukr. charchamasdan Rahmat. salomatmisiz? Rahmat, yaxshi, o'zlaringiz yaxshimi? Ha, Allohga shukr. Mana bugun nasib qilgan ekan. Xudo xolasa sizni xonadoningizga kelib video qilishlik. Bitta kaptar olib chiqdingiz. Bu nima kaptar, Qodir bova? Mana bu Turkman paroda kaptarlardan bu. Turkman paroda kaptarlardan, ha? Kun yetmaydigan uchun mana hozir qirg'i urib yirtib yuborgandi, yaxshi bo'lib ketdi. Mana hozir sal otarib ko'raman, ko'rasizlar. Buni qirg'iy ushlagan bo'lsa. Voy 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 voy, mashallah. Voy voy voy, o'ynashini qaranglar buni. Qirg'iy bosgan bo'lsa ham shu holiga o'ynayapti bu kaptari. Ana. Voy mashallah. Ver, ver, ver. Ana kaptarlar. Ana uni ayoli ana bu ham mana shu ikkalasi bitta zotdan. Ha, tushayotgan hozir. Parmi bular ikkalasi tushayotgan. Ha, mana tushdi, uddi. Bular Turkman paroda ikkalasi bir-biridan o'ynayishini, o'yinga uchadi. Ha, mana bu uddini aytyapsizmi? Mana bu uddi, ha? Shu botish emas, bunisi. Ikkita bo'ldi. Shu boti mana. Mana bu-da, mana bu kiyotgani, ana shu. Mana kadrga tushdi. Shuni bilan Shu o'chadi. parasimi? Bu ayoli, u erkagi. Ha, bu tushunali. Qodir bova, necha yildan beri boqasiz Xudo xolasi kaptarlardan? 60 yillar bo'lgan. 60 yillar bo'ldimi? Aha. Mashallah. Mana 60 yildan beri Qodir bova kaptarlarni boqar ekanlar. Bugun ham bozorga olib chiqdik. Qodir bova bozorga Pokistonlarni olib tushgan ekanlar. Suv tekin narx 50 ming so'mdan berib yubordilar. 50 ming so'mdan aka-ukalar. Xudo xolasa video davomida Qodir bovani telefon nomerlarini aytib ketaman. Bo'lmasa o'zlari aytib ketadilar. Sizga yana bitta nimadan ham ko'rsam hozir.
Pokistonlardan o'ynayotganlaridan. Mana Pokistonlarni qaranglar. Oy maşallah. Ana qarang. Oy. Mana. Oy. O'ynashdi qaranglar. Sal ozgina ko'tarilsa umuman o'ynab chiqib ketadi. Hech bo'ladi. Beh. Bular uchirish kerak emas. Endi aka-ukalar kaptarlarni uchirib berar edik. Kun issiqda kelib video qilish yoqmaganiga mana To'layapti-da. kechki paytga keldik-da video qilishga. Yana to'layapti endi. Ana piskunda qaranglar. Ha, yuribdi ko'chada. Ana indan qanaqa qilib indan chiqib ketdi bu? Bular farqi emas. Biz kaptarlar chiqqandan keyin hammasi boqaveradi, o'zini bolasini emas. Hammasini podrяд boqadi. Hozir bu yerda endi necha xil zotlar bor? Pokiston bor ekan, Pokiston, Eron bor, Eron bor ekan, chilkarlar bor, rossiyskiy chilkarlar bor. rossiyskiy chilkarlar ham bor ekan. Ana lekin juda zo'r para ekan, ikkalasi yurtdan tepada. Ha, ular. 50 mingdan berib yubordingiz-a shuni bolalarni. Ha, shunday. 50 mingdan ketdi buni bolalar. Ko'payib ketyapti-da. Ko'payib ketgandan keyin ko'payib ketsa ham lekin unaqa bunchalik arzon bermaydi-ku ko'pchilik. Rubin tumshuqlar bor yerga. Rubinlar ham bor ekan, ha? Bor rubinlar bor ana. Ko'palar. Rubinlar ham bor ekan. Turkman qizillarim bor ana. Ikki par. Mana bitta yana azartni deb yuboramiz, yarim mana. Bosh qizil eronlar bor, mana bosh qaralari bor u yoqda. Zo'r ekan mana. Beh. Mana kaptarlar Ana ko'kalar. qarang, hozir tushganini tomosha qiling, o'ynaganini ko'rasiz buni. Ha, Eron. Eron. Beh. Tushunmayapti u bechora. O'ynamayotgani yo'qda bular. Hammasi o'ynaydi. Hammasi uchadi, o'ynaydi. Biz endi aka-ukalar Navoiy shahrida ko'pchilik aralash boqishadi, zot boqmaydi. Lekin mana Qodirboni uyda Xudo xolasa shular zot hammasi. Eronlar bor. Bularning bor. Namangandan kelganlari bor, Rossiyadan, Qo'qondan kelgan, hamma joydan yiqqanmiz bularni. Namangandan qaysilar kelgan? Ishkarada, chilkarlar bor, sheykalar bor edi, ular qolib ketdi. Miramirlar qayerdan kelgan? Miramirlar mana bu. Miramirlar Jizzaxdan, rossiyskilari bor. Aslan Jizzaxdan ko'pisi. Aslan Jizzaxdan, ha? Ana shu qizil miramiringiz yoqdi-da, menda ham Ana shu rossiyskiy ana shular. Menda ham bitta Qizil miramirlar rossiyskiy. Mana bu erkak rossiyskiy. Qayerga ketdi u? O'ynab o'chaydigan u ham. Qayerga ketdi? Tuxumga yotibdimi? mana aka-ukalar. Ha, mana ana shu. Ular hammasi uchib o'ynagan, Tak, bu yoqda endi bir par gulsar bor ekan, qaranglar, zo'ridan. Mana. Bir par gulsar bor. Parmi bular ikkalasi? Yo'q. Parmasmi bular? Buni bir yoshligida ketganda qaytib keldi. Bular Jizzax, Xorazmdan olib kelganman bularni. Gulsarlarni lekin ikkita erkak qolgan, ayol topolmayapmiz. Ana bular uchib o'ynaydi, действительно. Kaptarlar. Qirg'i o'rdi. Ana aka-ukalar hammasi lyotda. Ana shu qizil miramir. Aka-ukalar, men miramirga ham qiziqaman-da. Menda ham bor. 2 juft bor. Ana shu qizil miramir menga yoqdi. Aka-ukalar, kimga yoqqan bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Mana kaptarlarni zo'rlari. Hammasi uchadi. Pokiston bor ekan, Bakin bor ekan, Rubin bor ekan. Eron. Chilkar miramirlar bor. Turkman ko'klari bor. Eronlar bor. Aka-ukalar, videolarni ko'rasizlar. Hozir bu unaqa qimmat sotmaydi. Bugun ham 50 mingdan berib yubordi.
Hozir bu shunaqa zo'r Pokistonlarni 50 mingdan berib yubordi. Hozir bu. O'shanga qarab aloqaga chiqaverasizlar. Nima bergan ularni ham oling agar nima bo'lsa. Mana bu yerda bir par chilkarlar bor. Hozir bor chilkarlarga boramiz. Tak. Mana yoqqa kelamiz. Yo'qlar, bu yoqqa olib qo'ydingizmi bularni? Bularni nima qilib bu ham mana qizil o'sha Nima mramordan ekan. mramor. Bu Setgan orqasidan yaxshi ko'rinmadi lekin. Ha, mayli. mana bu yerdan olsa bo'ladimi? Ichkaridan olsak bo'lar ekan. Ichkaridan olavering. Qo'rqmang, kuchuk yemaydi bu yerda. Mana aka-ukalar. Bir parcha chilkar. Bular nimaga отдельно qilib qo'ygansiz bularni? Par qilishga-da bu. Ha, par. Ayoli nimasi, ayoli oqili par qilishga mana. Par qilishga. Gap yo'q. Mana bu yerda eronlar ham bor. bor ekan bitta narsa, lekin nima bor ekan bu yoqda? Eronlar, bosh qara eronlar bor. O, zo'r ekan mana eronlarni qaranglar. Bachalari ham bor. Ochiq. Shat ekan. Ochaymi? Yashana olasiz. Ko'ramiz, ha? Oching, bobo. Ko'ramiz. Mana eronlarni qarang. Mana eronlar akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka. O'zim bitta obzor qildim. Mana bu yerda piskunlari ham bor ekan, mana. Bor, ha. Ana piskunlar. Mashallah zo'r. Hali ichkaridagi piskunlarni olganimiz yo'q. Ha, bu yoqqa ham bor ichkariga. Hozir videoni zo'rlaridan qilib beramiz sizlarga. Xo'sh. Bozorga olib chiqqan Pokistonlaringiz hammasi sotildi. Ketdan Nechta olib chiqdingiz, bobo? 22 ta, 24 ta. 24 ta bugun Pokiston olib chiqdilar. Kecha bugunda. Kecha bugun. Endi bizada Navoiyda 2 kun bo'ladi bozor. Shanba kuni bo'ladi aka-ukalar. Yakshanba kuni bo'ladi. Endi 2 kunda ichida Namangandan kelgan Pokistonlar. Ana kesilgan turibdi. Mana oldiga. Voy, nima olishni ham bilmay qoldim bular ko'pligidan. Mana bunaqa bo'lsa, kaptarlar maza qilib borasizlar aka-ukalar. Videoni ikkita qismga bo'lamiz aka-ukalar. Sababi biz bu kanalni yangi ochganmiz. 15 minutdan ko'p video olsak nima bo'lmayapti, kanalga tushmayapti. Shuning uchun ikki qismga bo'lib 15 minutdan qilib boramiz inshaalloh. 2 kunda ichida Pokistonlarni sotib yubordingiz. Aka-ukalar, nafaqat Pokiston, bu yoqda xudo xolasa mana aytib o'tganimizdek rubinlar bor, chilkarlar bor, hammasi uchadi, hammasi lyotda. Endi soat hozir уже 7:30 bo'lyapti. Bu shular uchun bularni uchirganimiz yo'q aka-ukalar. Endi o'zingizlar tushunasizlar. Kunda issig'idagi video qilishga sharoit bo'lmayapti, juda issiq. Butun O'zbekiston bo'yicha issiq bo'lyapti-ku. Hozir shu yerda videoni sekin to'xtatamiz akalar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyani yozinglar aka-ukalar. Inshaalloh xudo xolasa ikkinchi qismini ham ana qarang, ana uni oling. Ko'rib tursanglar. Ana qarang. Voy, o'ynashni qaranglar. Salomat bo'lasizlar aka-ukalar.